Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Efirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi. Har hafta belgilangan rejaga muvofiq viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan fuqarolar qabuli o'tkazilmoqda. Bu galgi qabulda ham fuqarolarning turli masalalarga qonun doirasida yechim izlandi. Rahbarlarning fuqarolar bilan yuzma-yuz qabullari aholi kundalik turmushi, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, muammo hamda kamchiliklariga barham berish orqali taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Odamlar bilan muloqot qilish, xalq ichiga kirib borish, ularning tashvish va muammolarini chuqur o'rgangan holda tegishli idora va tashkilotlar bilan bamaslahat hal etishning natijador vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidlash o'rinlidir. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatovning bu galgi fuqarolar qabulida ham turli masalalar eshitildi. Odamlarni qiynayotgan tashvish va muammolarga yechim topish choralari izlandi. Aliment qarzdorligini undirish, yo'llarni asfaltlashtirish, nizoli holatni hal etish, firibgarlik, tergov faoliyati, bandlik, pul oldi-berdisi, sog'likni tiklash kabi murojaatlar eshitilib, ularning aksariyatiga joyida huquqiy tushuntirishlar berildi. Yechimi muddat talab qiladigan masalalar ijrosi nazoratga olindi. O'tkazilayotgan fuqarolar qabullari davomida odamlarni kundalik hayotida qiynab kelayotgan aksariyat muammolar ijobiy yechimini topyapti. Bu ezgu ishlar esa aholining farovon hayotini ta'minlashga, bugungi kundan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilish bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Yoshlar yangi O'zbekistonning bunyodkori. Ular har bir jamiyatning hal etuvchi kuchi deb e'tirof etiladi. Yoshlar bilan uchrashuvlar doirasida ularning murojaatlari o'rganilib, takliflari ham eshitilyapti. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Ichki ishlar organlari hududiy bo'linmalari rahbarlarini oliy ta'lim tashkilotlariga biriktirish hamda huquq-buzarliklar profilaktikasini tashkil etish to'g'risidagi Ichki ishlar vazirligi hamda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining qo'shma qarori qabul qilingan bo'lib, mazkur me'yoriy hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqanddagi oliy o'quv yurtlarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari talabalar bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Unda oliy ta'lim tashkilotlari talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, talaba yoshlarni ma'naviy axloqiy fazilatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ommaviy madaniyat, yot va buzg'unchi g'oyalar ta'siridan saqlash, ular o'rtasida radikallashuv, boshqa salbiy holatlar hamda huquq-buzarlik sodir etilishining oldini olish masalalariga e'tibor qaratildi. Talabalar orasida sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarni bartaraf etish, ular bilan doimiy profilaktik tadbirlarni ko'paytirish va samaradorligini oshirish, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, kiberjinoyatlar, bezorilik, firibgarlik va boshqa shunga o'xshash jinoyatlar ta'siriga tushib qolmasligi yuzasidan tavsiyalar berildi. Bugun yoshlar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga har qachongidanda ko'proq e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Ularning xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilishi ham aytib o'tildi. Bizlar talabalarga juda ham kerakli mavzularda, ya'ni kiberjinoyat, kiberxavfsizlik, talabalarning o'zini tutish doirasi va bizlarning bo'lajakdagi psixologlarning yo'nalishimiz qay tarzda o'z o'rnimizni egallashimiz haqida bizlarga ma'lumotlar berib o'tishdi va bu biz talabalar uchun juda ham kerakli va zarur ma'lumotlar. Bunday uchrashuvlar, bunday suhbatlar ko'plab bo'lishini bizlar kutib qolamiz. Tadbir davomida talaba yoshlarning muammolarini o'rganish yuzasidan ular bilan ochiq muloqot o'tkazildi va bu kabi uchrashuvlar muntazam ravishda tashkil etilishi belgilab olindi. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tizimda uzoq yillar mehnat qilgan soha faxriylari holidan xabar olish, ularni yo'qlash doimiy an'anaga aylangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ham faxriylar holidan xabar olishib, ularning o'tgan yillardagi xotiralarini tinglashdi. 9 may xotira va qadrlash kuni o'tmishni yod etish, bugunga shukronalik va kelajak uchun minnatdorlik ayyomidir. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati sana munosabati bilan tizimda uzoq yillar xizmat olib borgan soha faxriylarini qutlashdi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Samarqand tumanida yashovchi ichki ishlar sohasi faxriysi polkovnik Nurmahmad Mullabekovning holidan xabar olindi. Otaxon bugun 86 yoshda. Tashrif chog'ida Ichki ishlar vazirligi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Boshqarma rahbariyati Samarqand shahar Navboqchiyon mahallasida istiqomat qiluvchi soha faxriysi Ahtam Abdurahimov xonadonida ham bo'ldilar.
Otaxon qiyinchilik yillarini qalbida og'riq bilan gapirib berdi. Bugungi Dorilomon kunlarga shukronalik, o'z hayotidan mamnun bo'lib yashash baxti nechog'lik ulug' tuyg'u ekanligini bu insonlar juda yaxshi bilishadi. Ahtam Abdurahimov bu yo'qlovdan boshi ko'kka yetganini aytib duoga qo'l ochdi. Boshqarma rahbariyati tomonidan Otaxon bayram bilan qutlanib, unga esdalik sovg'alari topshirildi. 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami hamda shonli g'alabaning 80 yilligi shodiyonasi Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 20-xonadonda yashovchi iste'fodagi podpolkovnik Larisa Matskil xonadonida ham davom etdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari faxriyga bayram tilaklarini izhor etib, esdalik sovg'alarni taqdim etishdi. Shuningdek, ichki ishlar organlarining faxriy xodimi ko'krak nishoni topshirildi. Bayram munosabati bilan soha faxriylari holidan xabar olish tadbirlari davom etmoqda. Tinchlik har bir davrda, hamma joyda birdek qadrli va tengsiz ne'mat. Tinchlikni qadrlash, asrash har birimizning burchimizdir. Pastdarg'om tumanida xavfsiz muhitni yaratish borasida amalga oshirilgan ishlar tanqidiy ko'rib chiqilgan yig'ilishda bu alohida ta'kidlandi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha Pastdarg'om tumanida amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob qilindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov tomonidan davlatimiz rahbarining 2025-yil respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1-son qaroriga asosan Pastdarg'om tumanida jinoyatchilikni jilovlash hamda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tanqidiy muhokama qilindi. Shuningdek, respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Boshqarma boshlig'i sodir etilgan jinoyatlarning sabab va sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilikning hamkorligini kuchaytirish, xonadonlar va boshqa ijtimoiy obyektlarni qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni jadallashtirish yuzasidan topshiriqlar berdi. Oila turmush doirasidagi jinoyatlar va ularning oldini olish, fosh etilmay qolayotgan jinoyatlarni fosh etish hamda ta'lim muassasalarida xavfsizlikni ta'minlash borasida ham zarur ko'rsatmalar berildi. Sohaga doir o'quv treninglar kasbiy mahoratni boyitadi, yangilik va o'zgarishlardan xabardorlikni oshiradi. Joriy yilning 7-may kunidan boshlab viloyatning barcha tuman shahar ichki ishlar bo'lim boshliqlari uchun 5 kunlik o'quv amaliy mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Respublikaning tuman shahar ichki ishlar organlari boshliqlari hamda tashkiliy boshqarmalar boshliqlari o'rinbosarlarining jinoyatchilikka qarshi kurashish, mahalla jinoyatchiligining barvaqt oldini olish hamda energetika xavfsizligini ta'minlash faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida qabul qilingan Ichki ishlar vazirligining farmoyishiga asosan Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litseyida o'quv amaliy seminar tashkil etildi. 5 kun davom etadigan jarayonlarda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari, sohaviy xizmat boshliqlari ishtirokchilarga o'z yo'nalishlarida keng va batafsil tushunchalar berishmoqda. O'quv amaliy seminarda viloyatning tuman shahar ichki ishlar organlari boshliqlari hamda tashkiliy boshqarma boshlig'i o'rinbosari ishtirok etib, unda mashg'ulotlar o'quv metodik materiallar, ko'rgazmali slaydlar hamda boshqa zaruriy hujjatlar asosida tayyorlangan. Shuningdek, mashg'ulotlar mavzulari zamonaviy interfaol metodlardan foydalangan holda sifatli tashkil etilmoqda. O'quv seminari yakunida barcha ishtirokchilar yakuniy sinov imtihonlari topshirib, mashg'ulotlar davomida o'rgangan bilim va tushunchalarni sinab ko'rishadi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Yaxshi xushxabarlar hamrohingiz bo'lsin. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.